Assalomu alaykum, hurmatli briefing tinglovchilari. Hammamizga ma'lumki, buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasida imtihonlarni topshirish xarajatlarini qoplab berish tartibi belgilandi. Hukumat qarori bilan 2026-yil 28-apreldagi 210-sonli qarori bilan buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasida imtihonlarni topshirish xarajatlarini qoplab berish tartibidagi vaqtinchalik nizom tasdiqlandi. Bunga ko'ra, mazkur nizom buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va O'zbekistonda doimiy yashovchi fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun imtihonlarni topshirish xarajatlarini qoplab berish tartibini belgilaydi. Imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan fuqarolarning imtihon topshirish jarayonidagi quyidagi xarajatlarni qoplab beriladi. Dastlabki ro'yxatdan o'tish xarajatlari, imtihon topshirish uchun ro'yxatdan o'tish xarajatlari, talabgorlarning dastlabki ro'yxatdan o'tish va imtihon topshirish 2026-yil 1-maydan 2028-yil 31-dekabrgacha bo'lgan davrda amalga oshirilgan taqdirda xarajatlar qoplab beriladi. Talabgor davlat xizmatlari markazlari hamda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki subsidiya.mf.uz portali orqali quyidagi hujjatlarni taqdim etadi. Bunda birinchi ariza, ikkinchi biometrik pasport nusxasi yoki identifikatsiyalovchi ID karta ma'lumotlari, uchinchi imtihon topshirish xarajatlarini tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi, to'rtinchi imtihonni muvaffaqiyatli topshirganligi to'g'risida hujjat nusxasi, beshinchi xizmat ko'rsatuvchi bank va bank kartasi rekvizitlari. Mazkur imtihonning Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ariza tushgan kundan boshlab 7 ish kun mobaynida imtihon topshirish xarajatlarining qoplab berilishi yoki qoplab berilishini rad etish to'g'risida qaror qabul qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.